Optima 1 haqida qanaqa ma'lumot bera olasiz? Optima 1 dezinfeksiyovchi dori, dezinfeksiya qiladigan dori. Tarkibida yadahnikat qo'shilmaydi tarkibiga. Asosiy o'zimizda O'zbekistonda bor narsalardan tayyorlanadi. Yadsiz dorilar, yog'siz narsalardan tayyorlanadi. Misol uchun 1 gektar yerga 5 qop dori sepadigan bo'lsa, paxtagami 5 qop dori sepagan bo'lsa, o'sha 5 qop o'rniga biz 5 litr dori beramiz. 5 litr dori o'sha 5 qop seletrani o'rnini bosadi. Ham yaxshi o'stiradi, ham hasharotni tuxum qo'yishini oldini oladi, ham kasallikni sporasini o'ldiradi. Kasallik kelmaydi. Hasharot ham tuxum qo'yib, u yerda tuxumi rivojlanmaydi. Uni nima o'simliklarga ishlatishyapti? Uni asosan paxta, beda, jo'xori, bug'doy, mosh, lo'layi, anaqa lo'yalarga, karamlarga, mana bu anaqa karamlar bor hozir, mana bu qishda ham saqlanadigan karamlar, ularda ishlatiladi. 1 grad sovuqda ham ishlaydi, o'sadi, o'simlik to'xtamaydi o'sishdan. O'stiradi, kechasi kunduzi o'sadi o'simlik. O'shaning uchun mana Sirdaryo, Jizzax oblastini ko'p rayonlari olib borib ishlatishyapti. Undan tashqari Jizzaxda Baxmal rayonida olmaga ishlatiladi. Asosan olmalarga shu qurt tushishini oldini olishadi, olmalarni to'liq saqlashadi. Yaxshi hosil olishadi. Hosil tovarni vid bilan chiqadi. Qo'llanilishi haqida ham ozgina ma'lumot bera olasizmi? Qo'llanilish haqida 75 gram dezinfeksiyovchi dorimiz 10 litr suvga solinadi. 750 grami 100 litr suvga solinadi. O'shani aralashtirib sepiladigan bo'lsa, o'zidan gaz chiqarib turadi. Gaz chiqarib turishning hisobiga suv ta'sir qilmaydi, ta'sir o'tkazmaydi. Kechasi kunduzi o'sadi. O'shadek bujmayib qolishlar, boshqalarni hammasini stresslarni oldini olib turadi. Stress tushirmaydi, stress bo'ldirtirmaydi. Stress degani o'sha anaqa g'ujimayib qoladi, o'smasdan. Kechasi sovuqda o'smaydi, kunduzi o'sishi ozgina boshlashmay yana sovuq boshlanadi. Bunda kechasi kunduzi o'sadi. Gaz chiqarib turish. Gaz chiqarib turish hisobiga. Hasharotlar kelib tuxum qo'ya olmaydi bu sepilgan joyga. Optimani narxlari haqida ham qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Optiman narxlari tayyorlanishi u avtorni ishi, avtor o'zini topgan narsalarini olib kelib undan tayyorlaydi. Beziyada ximikat narxi 1 litri 20-25 ming atrofida aylanadi. 20-25 ming. 2 litri 200 litr suvga solinadi. O'sha 4,5 litri bitta zapravkaga 600 litr suvga solib turib, moshlarga, qovun tarvuzlarga, paxtalarga sepsa bo'ladi. Yaxshi effekt beradi. Ma'lumot uchun kattakon rahmat. Kimga kerak bo'lsa, sizga bemalol aloqaga chiqishadi. Kerakli odamlar o'zi juda ko'p keladi, ketma-ket.